Qashqadaryoda bilim va mehnatning munosib e'tirofi bo'lgan yana bir quvonchli tadbir o'tkazildi. Prezident sovrini uchun tashkil etilgan xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovining viloyat bosqichi g'oliblari taqdirlandi. Tantanaga loyiha rahbari Murodjon Azimov tashrif buyurdi. Maktabni bitirayotgan yigit qizlarimizdan birortasi e'tibordan chetda qolmaydi. Ularning har biri muhtaram prezidentimiz, xalqimiz, vatanimizning cheksiz mehri, yuksak e'tiborini biz qilib yashaydi. Natijalarga ko'ra, Muborak tumanidagi 28-maktab 1, Koson tumanidagi 9-maktab 2, Qarshi shahridagi 1-maktab esa 3-o'rinni qo'lga kiritib, katta miqdordagi pul mukofotlariga sazovor bo'lishdi. O'quvchim mustaqil fikrlashga ega, dunyoqarashi keng, zukko o'quvchi edi. Mana bu bugungi samara natijani berib turibdi. Keyingi kelajakda o'quvchimning vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan yutuq kadr bo'lishiga ishonch bildiraman. Bu yutuqlar zamirida ustozlarning fidokorona mehnati, o'quvchilarning izlanuvchanligi va ta'limga bo'lgan yuksak e'tibor mujassam. Tanlov nafaqat maktablar o'rtasidagi sog'lom raqobatni kuchaytirdi, balki xorijiy tillarni puxta o'rganishga bo'lgan qiziqishni ham yanada oshirdi. Kimyo biologiya fanidan viloyat olimpiadasidan 1-o'rinni olganligim uchun muddatdan oldin talaba bo'ldim. Bu bosqichgacha tuman bosqichidan o'tdik, viloyat bosqichidan keyin universitetda olimpiadasidan o'tib talaba bo'ldik. Tadbirda yana bir muhim yangilik e'lon qilindi. Viloyat hokimi olimpiadasining fizika, kimyo va biologiya fanlari bo'yicha g'oliblari imtihonlarsiz Qarshi davlat universitetiga grant asosida talabalikka qabul qilindi. Bu esa bilimli yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlarning yana bir amaliy ifodasi bo'ldi. Bugungi taqdirlovchilar ichida men ham bo'lganimdan juda ham xursandman. Men bu natijalar uchun men bilan birga harakat qilgan ustozlarimga, safdoshlarimga kattakon rahmat aytaman. Bu natijalarim uchun ota-onamga, meni qo'llab-quvvatlagan barcha yaqinlarimga kattakon rahmat aytaman. Bundan keyin juda ham bundan ham yuqori natijalarga erishishga harakat qilaman. Bugun e'tirof etilgan g'oliblar o'z tengdoshlari uchun munosib namuna bo'lib xizmat qilmoqda. Chunki bilimga qilingan har bir sarmoya kelajakda yuksak natijalarga xizmat qiladi.